Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun birgalikda klinikamizda yotib davolanayotgan bemorlarimizning fikrlarini eshitib ko'ramiz. Natijalarni ko'rib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Shu yerdan tegilib turing. O'tirib turingchi. Turing. Bo'ldi, qaytaring joyingizga. Cho'tkimi? Nechinchi massaj bu? Birinchi. Bugun keldingizmi? Bo'ldi, bu yerda qo'lda oyoqni uchiga uzating. O'tirib turing. Yana bitta egiling. O'ng tomonda tonus bor. Ko'tarilib turibdi. Qanday? Assalomu alaykum, sizlarni hurmatli kuzatib turgan kanalimizdagilar. Bugun mana bu bemorimizga javob beryapmiz. 12 kun oldin biz qabul qilganmiz. Umurtqa pog'onasida 4-5 bel umurtqasida 10 mmlik rejasi bor edi hamda kuchli og'riqlar bilan kelgandingiz. Mana bugun o'zida bo'lgan holatlarda shu yergacha kelguncha qanaqa lechinalar olgan, qanaqa o'zgarish bo'lgan, bu yerda qanaqa effektlar oldi, o'zidagi fikrlari, bu klinikamiz haqida ma'lumotlarni eshitib qolamiz. O'zingizni tanishtiring, ism, familiyangiz? Ismim Ilhom, familiyam Suvanov. Men 12 kun oldin juda ham kuchli og'riq bilan bu yerga keldim, murojaat qilib. Xudoga shukr, mana bugun lechinalarimiz tugadi. Kelganimga nisbatan yaxshi tomonga o'zgarib, yurishlarimiz ham o'zgarib qoldi, xudoga shukr. Xo'p, qarang. Endi siz bu yerda kimdan eshitib keldingiz? Bu yerda bir akamizdan eshitib keldim. Akangiz qanaqa ahvolda kelgan ekan? Akamiz ham uni ham belida ikkita grijasi bor ekan, u ham juda ham og'ir ahvolga kelgan ekan. O'sha akamizdan eshitib shu yerga kelib davolandik. Qarang, u akangiz Ahmad degan bo'ladi. Shunday. O'zi ham bu yerga kelguncha juda ko'p lechinani olib kelgan Rossiyalarda. Rossiyada ham 2 oymi, 1 oydan ziyod bansalarga yotgan, yaxshi bo'lmagan. Keyin bu yerga kelib turib, Shunday. ahvoli bir 12 kunda ichida chiqib ketguncha bir 70% larga o'zgargan, og'riqlari qolgan 30-40% uyga ketgandan keyin. Aytganda bizada yotgan bemorlar, misol kelgan kasalligi, qancha davolangan vaqti, olgan dori ukol, qanaqadir lechinalarning ta'siri bilan bizda dori ukol olmasdan to'g'ridan-to'g'ri bizga murojaat qilib kelsa, og'rig'i juda ham tez ham effekti yaxshiroq bo'ladi. Qanaqadir dori ukol yo bo'lmasa qanaqadir o'ntga urib davolaydigan, qanaqadir oyoqlardan osaydigan holatlarda bo'lib hamma O'zbekistonda qanaqa mana shu grijaga taalluqli davo usuli bo'lsa, o'shalarni olib kelgandan keyin bizga kelsa, ozroq o'zgarish effekti qiyinroq bo'ladi. Shu esdan chiqmasin. Sizda ham xuddi shu ahvol bo'ldi, to'g'rimi? 12 kunda ichida 12 kun o'tishi bu inson uchun juda ham og'ir bo'ldi. Misol kechasi qiynaldi, kunduzi qiynaldi. Misol o'rtada bir zo'r bo'lib, yaxshi bo'lib o'zgarishlar zo'r bo'lib ketdi. Misol undan keyin juda ham og'riqlar kuchayib ketdi. Misol masajlarda, masajlar ham qiyin. Misol bu kishining tanasidagi og'riqlar beradigan, grijasi tomonidan keltiradigan og'riqlar ham juda ham qiyin-da. Bir kishi u kasallikni misol jonidan o'tgan odam, boshidan o'tgan odam u narsani og'riqni tushunadi. His qilib biladi. U hozir men yoki boshqa odam bu kasallik bilan kasallanmagan odam uchun oddiy narsada, shu og'riq, belda og'riq bo'ladi, tamom deydigan fikr u oddiychada. Misol erkak kishi bo'lgan bilan, misol ko'zidan yosh chiqmagan erkaklarda qon qaqshatib yig'latadigan og'riqlar shular joyi keladi. Endi qarang, bu yerga kelguncha nima lechinalar olgansiz? Klinikalaringizda davolangan klinikalar nomini aytmang. Bu yerga kelgancha kamida bir 3 yildan buyon kurashib kelyapman-da. Xo'p, qarang, 3 yil ichida juda ko'p joyga borgansiz, xo'p. Endi o'sha joydagi natijalar bu yerdagi 12 kunlik natija bilan bir xilmi yoki ularda ham qanaqadir o'sha davolanish mobaynida og'riq qolib turib keyin yana kuchayib ketdi yoki bo'lmasam ularda mana shu darajada bo'lsa ham og'rig'ingizni kamaytirib bera olmagan holatlar. Bu darajagacha bo'lgan yo'q-ku, lekin og'rig'im bor edi. Borganman, mana shu 1-2 kun mana qanaqadir mo'yladan surtib, cho'zdirib, torttirib shunaqa narsalar qilganman, lekin umuman mana o'zgarish bo'lmagan. Undan keyin boshqa yana bir
klinikaga yotib davolandim. 10 kun ukol dosma, shunaqa har qanaqa mana blokadalar, beldan o'tkazadigan ukollarni qildi. Lekin u yerga ham umuman o'zgarish sezmaganman. 10% ham o'zgarish sezmaganman. Bu yerda misol mana 12 kun oldingiz lechinalarda o'rtada yaxshi kuningiz ham, yomon kuningiz ham, og'ir ham, yengil ham bo'ldi. Ana shu kunlarga misol bu yerda hozir sizda bo'ladigan holatni men bo'lishidan oldinroq sizga aytib boryapman, to'g'ri? Shuna. Bugun mana yaxshisizmi, ertaga og'rig'ingiz kuchayib qoladi. Yoki aka falon kuni og'rig'ingiz butunlay yo'qoladi-da, falon kundan yana boshlanadi deb aytyapman, to'g'rimi? Shu narsalar bo'lib kelyapti. Bo'lyapti. Lekin siz baribir ichingizdan qo'rquvlar bo'lyapti. Bir umr shu og'riq bilan qolib ketamanmi, shu kasallik bilan. Misol aytdingiz, aka shu yerda misol davo bo'lmaydigan bo'lsa men primoy borib operatsiya olib tashlayman deganlar. Shunaqa o'zimga shunaqa og'rig'im kuchliligidan shunaqa fikrlar ham kelganda xayolimga. Erkak kishida bunaqa og'riq bo'lgandan keyin oilasidaglar oldidagi misol keladigan ta'minot pul masalasi ham qiyinlashadi oilada. Erkak kishi hech qachon qarang, shu yerda misol necha pul to'laysiz? 12 kunga 3.800.000. Bundan tashqari qanaqa to'lovlar bo'ldimi? Yo'q, undan tashqari to'lovlar bo'lmadi. Misol bizda shunaqa narsa, dori ukol bilan ishlamaymiz biz. Dori ukol bilan vaqtinchalik qaraq qilib qo'yib yoki qanaqadir bu bizda tabiiy hamma narsa 100% tabiiy bo'lganligi uchun ta'sir jarayoni sekinroq bo'ladi. Ximический dori preparatlar bilan foydalandingizmi, uni kuchaytirilgan dozani qilib, apteka bizga o'sha tabiiy mahsulotlarni ximический qilib turib, kuchaytirilgan mahsulot tovar qilib yetkazib beradi bansalarga. O'shani qilib turib, odamni tezroq birinchi yordamda og'riqni qoldirish uchun. Bizda ham bo'ladi unaqa narsa. Kuchli og'riq bilan kelganda birinchi kun, 1-2 kun og'riq qoldirish tabletkalar bemor qiynalmasligi uchun beriladi. Lekin undan tashqari biron marta bermadik, to'g'ri? Yo'q. Misol o'sha effekt bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Qani bitta turib yurib aniqim qani? Baribir qiyshiqligi bor. Hali bu yerdan chiqqandan keyin 40 kungacha kundan kunga bemorimiz yengillanish jarayoni bo'ladi. 18-kundan boshlab og'riq qoladi deyman, to'g'rimi? Tavsiyalarni uyga ketishda men tavsiyalar berib yuryapmiz. O'sha tavsiyalarni bajaradi. Bir kun og'riq kamayib dal sekin kamayib yo'qolib ketadi og'riqlaringiz. O'sha o'rtada menga mana shu 20 kun ichida har kun telefon qilasiz. Tempi kuzatamiz. Mana aka bugun og'rig'im butunlay qoldi, endi og'riq bo'ladimi bo'lmaydi. Men yana sizga aytaman. O'zingiz fikrlaringizni bitta sizni kuzatib turgan bemorlarga fikrlaringizni, maslahatingizni ayting. O'zim maslahatim iloji boricha bemorlarga shuni aytamanki, iloji boricha hech qanaqangi mana qo'l dorilarsiz, ana og'riq qoldiradigan o'smalasiz, beldagi yana qilinadigan ukollarsiz to'g'ridan to'g'ri shu yerga kelishlarini maslahat beraman. Chunki unaqa ukol dorilardan keyin o'zgarishlar, sal mana yaxshilanish taraflari qiyinroq bo'layotganda, o'zimga shuni sezdim. Boshqalarda misol ko'ryapsiz. Boshqalarga nisbatan menga ana yaxshi bo'lishim, ana shu ukol dorilarni juda ham ko'p oldimda, men 10 kun mobaynida kuniga past 5 tadan o'sma, 4 tadan mayda ukol, yana blokadalar shunaqalar qillik uchun boshqalarga nisbatan tiklanishim ozgina qiyin bo'ldi. Kelgan kuningiz aytganman shu narsani. Aka boshqalarga qaraganda sekinroq dori qilib oldingizmi, o'zi ishimiz ozroq cho'ziladi deganman. Shunday. Misol mana kecha bittasi yurolmay keldi mana. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Birinchi kunning o'zi natija ko'rinyapti. Shunday. Iloji boricha shu ukol dorilarsiz endi maslahat beraydim. Balkim misol men o'zimning fikrim aytayman. Ko'rib turganlar balki sizni yaxshi bo'lib ketadi. Balki bu yerdan chiqqandan keyin baribir yana ahvoli o'sha o'zgarmaydi deb o'ylaydiganlar bor. Sizda bu yerdan ketganingizdan keyin misol 20 kun, bir hafta, 10 kunda ko'radi, natija so'rab telefon qiladi. Agar vaqtingiz topib o'shalarga misol telefon qilasizlar bu kishiga, ertalab soat ishda bo'lsangiz ham javob bera olasiz. Javob bera olaman. Ertalab soat misol 9 dan keyin, kechqurun soat 6 gacha. 6 dan keyin oilasining barida bo'ladi. Buyursa qilmaysiz. Mana ko'rib nomerini olganingizdan keyin telefon raqamingizni berib qo'ying. Sizdan mana shu holatda ketyapsiz. Og'rig'ingiz misol hozir 30-40% bor baribir. Shunday. Ana shuni nima bo'ldi aka? Bizlar ham ishonib borsak bo'ladimi yoki sizda qanaqa natija bo'ldi? Yoki shu videoga ular pul berib sizda reklama qildirib oldimi degan fikrlari bo'ladi. O'shani so'raydi telefon. Nomeringizni bitta aytsangiz yozib oladi. Telefon raqamim 93lik 879 42 40. Agar bu yerdan natija topmadingizmi, bemalol ishonib borib o'tirmang. Men
o'ylab ko'rmadim, yeyishingiz ham mumkin. Xohlasangiz, mana men u yerdan chiqib ketganimdan keyin 100% mana og'rig'im shunaqa bo'ldi. Endi shu vaqtda yana boraman. 2 oy, 3 oylarda ikkinchi kursni kiysangiz, keyin qayta butunlay umuman bo'lib ketadi og'riq. 2-3 oyda kiyganingiz ham og'riq bilan kiymaysiz, faqatgina profilaktika. Davolanish vaqti kelgan bo'ladi. O'shaning uchun profilaktikaga kelasiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Sog'lik, omonlik. Katta rahmat Sizga sizlarga. kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Bo'ldi, tamom.